Assalomu alaykum Urgut. Yana bitta sizlarni o'zbek millioneri bilan mana Urgutli millioner bilan tanishtirmoqchiman. Aslidan aka YEK kompaniyasining asoschilaridan biri, to'g'rimi? Ikkita asoschisilar, aka-ukalar. Aslidan aka butun hamma ish olib boradilar. Urgutda biz hozir YEK kompaniyasi bo'yicha qisqa ma'lumot 3 ta zavod, 1000 dan ortiq xodimlar, hali dilerlarni sanamaganda. Undan tashqari qanaqa оборот? Оборот shu 50 millionga yaqin. 50 million dollarga yaqin. Dollarga hisoblasa 50 million, 600 milliard. Qanaqa ob'yomda gilam ishlab chiqariladi? Gilam bir yillik 6 million kvadrat metrga. Eng qizig'i, Asliddin aka 20 yil bo'ldi mana YEK kompaniyasiga. YEKni ochganimizga 2005-yil ochilgan, 21-yili, 21-yil hatto boshlandi. No, bir o'zimiz gaplashganimizda 30 yildan ortiq уже tajribalari bor, sababi biznesga kirganimizga 30 yil bo'ldi. 10 yil import olib kelib yurgansiz. Turkiyadan boshlaganmiz, keyin u yoqdagi partnyorlarimiz yordam bilan o'sha paytda bu yerda zavodni ochganmiz.